Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz Counter Strike 1.6 ga obzor qilamiz. Biz o'zimizni yangi vlogimizni boshladik. Ya'ni streamer desak ham bo'ladi. Stream menimcha pramo efirlarda bo'ladi. Va biz hozir Counter Strike 1.6 ga obzor qilishni xohlab, nimaga Counter Strike 1.6 desanglar, bu o'yinni ko'p odam o'ynamagan odam bo'lmasa kerak. Hamma kompyuter o'yinlarini o'ynagan odam shu o'yinda o'ynagan. Biz hozir 3 raundlik bitta o'rtacha o'ynaydigan bot bilan o'ynab ko'ramiz. Chunki biz ham uncha yaxshi o'ynamaymiz. Va o'ynab ko'rsatib beramiz. Keyingi o'yinlar, keyingi obzorlar qaysi o'yinga bo'lsin, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Chunki bu bizga ideya ham beradi, poddeska ham beradi. Akela. Uy. Terrorisты победили. Bu Bro Game akkauntidagi birinchi video. Counter Strike 1.6. Bu o'yinda rostini aytinglar, ko'rib turgan odam ham o'ynaganim. Hamma kompyuter xonalarda bor. Любой kompyuter notebookda bo'lsa kerak bu o'yin. Qayerlarkin endi bu terrorist? Men o'ylayapman keyingi obzor Robloxga bosimmi deb turib, chunki Robloxda hozir ko'p odam o'ynaydi. Qandaycha ko'p odam, ko'p yosh bolalar o'ynaydi. O'yinga qiziqqan, kompyuter o'yinlariga qiziqqan bolalarda yosh bolalar ko'pi Roblox o'ynaydi. Bo'ldi. Brachka tugadi. Shuning uchun Robloxga kelsak, ancha qiziqroq bo'lam yoki keyingi o'yin CS:GO ga bo'lsinmi, Counter Strike 2 ga yoki boshqa o'yinlar kommentariyaga yozib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Pakashot 1-1, ya'ni ikkita shotni olsak biz yutamiz. AWP ga pulimiz yetmar ekan. AWP mayli hammasini o'ynab boramiz. Kelar, men ham uncha yaxshi o'ynay olmayman. To'g'risini aytsam, uncha ko'p o'ynamaganman ham bu o'yinda, lekin o'ynaganman ko'p emas. Ja zo'r o'ynay olmayman. B'ga ketibdi, brachkamiz. Спецназовцы победили. Kelar, bu agar hozir eng zo'r botni qo'yganimda, eng yaxshi o'ynaydigan botni qo'yganda, ashi bot yutardi menimcha. Men o'z uncha yaxshi ham o'ynamayman-da. Bitta yutsak bo'ldi. Kommentariyaga yozib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Bu bizga ideya ham, poddeska ham beradi. Bro Game kanalini rivojlanishiga. B'ga ketibdi. B'ga tortar ekan avar. Bomba aktivirovandi deydi. Tamam. Qarab turinglar. Mak whatdi bu? 2-2 reshashi round. Botni o'ldiramiz. Reshashi round botni o'ldiramiz akalar. Так, ну все, собрались. Pul qolmadi akalar. Pul qolmadi. AWP qiroli keldi deydi. Hazil, AWP'da yaxshi o'ynamayman men. Террористы победили. Akalar, men oddiy botdan yutib qo'ydi. Shu bot bilan 5 raund yekib qo'yaylik. Shu bot bilan 5 raund yek. Bu bot meni asabimni chiqardi. Bu bot meni asabimni chiqar. Yetmar hech narsa bu. Pulga qarab o'ynash kerak. Men qaramasdan olaman.
Atay qilaman bular. Birga kelganing yoqda keladi, yoqda kelganda bu yerdan keladi. Бомба активирована. Aytyapmanmi? Birga kelsang yoqdan keladi, yoqdan kelsang bu yerdan keladi. Hozir yomon qildi. Террористы победили. Akalar beshigini ham yutib qo'ydi. Endi men Tinlobga kirib turib, shu botdan so'rab olaman. Kommentariyaga yozish esdan chiqmasin akalar. Окей, выдвигаем. Bro Game kanalini rivojlanishiga o'z hissalaringizni qo'shinglar. Keyingi o'yinga kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyingi obzor qaysi o'yinga bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, xayr.